Assalomu alaykum hammaga, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugungi videoda juda ham mazali tiftel tayyorlaymiz. Agar kanalimizga endigina kirib turgan bo'lsanglar, iltimos obuna bo'lishni unutmanglar. Bo'lmasam boshladik. Tiftelimiz uchun bizga 2 ta pomidor, 6 ta kartoshka, bitta kattaroq piyoz, bitta qizil, bitta yashil bolg'ari, shuningdek chesnok, 350 gram qiyma, 150 gram guruch, bitta tuxum va 150 gram go'sht kerak bo'ladi. Birinchi navbatda qiymamizni tayyorlab olamiz. Demak, qiymamizni ustiga bitta tuxumni chaqamiz. Uni ustiga tuz, zira solamiz va hammasini aralashtiramiz. Aralashtirib bo'lganimizdan keyin toza yuvilgan guruchimizni solamiz va aralashtirishda davom etamiz. Endi buni bir chetga olib qo'yamiz. Qozonimizga 1,5 cho'mich yog' solamiz. Yog'imiz qizib chiqqandan keyin to'g'ralgan piyozimizni solamiz va piyozimiz qizargungacha qovurib olamiz. Piyozimiz qizargandan keyin go'shtlarimizni solib qovurib olamiz. Go'shtni ham yaxshilab qovurish kerak. Go'shtimizni qovurib bo'lganimizdan keyin bolg'arimizni, pomidorimizni, chesnogimizni hammasini to'g'rab birdaniga solamiz va qovurishda davom etamiz. Tuz, zira tabga ko'ra solamiz. Va yana qovuramiz. Bu orada ko'katlar ham solamiz. Biz ukrop ishlatdik, ozgina ko'k piyoz ishlatdik. Endi esa navbat kartoshkaga. Kartoshkamizni 2 ga bo'lib, ustiga solib chiqamiz va kartoshkani ham qovurib olamiz. Bu orada bizga 50 ml suv kerak bo'ladi. 50 ml suvimizni solamiz va gazimizni teyini sal pasaytirib, qiymamizni tayyorlab olamiz. Demak, qiymamizga sharsimon shakl berishimiz kerak. Sharsimon shakl berib chiqamiz hammasiga. Sharsimon shaklli qiymamiz tayyor bo'lgandan keyin bularni hammasini ustiga terib chiqamiz qozonimizda. Terib bo'lganimizdan keyin 45-50 daqiqaga qozonimizni yopamiz. 45-50 daqiqadan keyin mana ko'rib turganingizdek taomimiz tayyor. Birinchi navbatda tiftelni suzib olamiz, aralashtirmasdan ezilib ketmasligi uchun. Tabga ko'ra ko'katlar bilan bezatamiz. O'ylaymizki, bu taomimiz sizlarga manzur keladi. Hammaga yoqimli ishtaha. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. E'tiboringlar uchun katta rahmat.